بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. Yaxşı oqudun Seyfiddin oğlum. Voy voy, Nuh Aleyhisselam 1000 yıl yaşaganma? 950 yıl yaşagan oğlum. Voy Xudoyim, nimga uzun? Shundaq Safa. Ömür degan uzunluğu bilanla emas, bereket ve insanlar qilgan yaxshilik bilan ölçündü kızım. Nuh Aleyhisselam'ın kavm bilan bolgan hikayesini yaxshi bilaman. Ammo Res aholisining kimlar ekanligini bilmaydi ekanman. Res degan nima? Muhim savol bo'ldi. Res degan nima apa? Nima eslayapman? Eng yaxshisi qozgalan buanlardan so'rsak bo'g'idek. Qozgalan buan bizni bek siyg'undirdi. Qani e'lon Yasavul begi. Bu adolatdan qochgan jinoyat gumondorlarining tizimligi. Allah xolisa, bularning hammasini atla tutib oldiriga ilib kelaman. Bular az bo'lmasa yetish bo'la olamsiz. Men erib charchashni bilmayman, hazratim. Allah madad bersin. Biz Yasavullar nayt keskin, chaqqan, botir bo'lishimiz kerak. Durust, lekin gumondorlarga qattiq muomala qilishga qat'iy bo'lmaydi. Gumondor hukm chiqarilib bo'lguncha gunohsiz hisoblanadi. Nim bo'ldilar ota? Qarab turib bizni aldavatıdı. Bir Yasavul begi qandaq qilib bizni bexabar olg'on siliq chiqdi. Nima degan qap yuraklik bu? Uni mansibidan qoldirsalar yoki zindonga asila ota. Yo'q. Sababini aniqlamay turib unda qilishga bo'lmaydi. Anglab tur, shahzodam. Qo'li qumsilda ota. Qozikallarni darhol huzurimga chaqirib kel. Bosh ustiga ota. O nima? Ot? Buvam keldimi o nima? Nerede o? Kimga qotsan Seyfiddin? Al ot qarg'ina. Buvamning iti o'xshamamdi ekan. U qozgalan buvamning itlaylig'i? Buvam biz bilan ko'rishmay uyat nimcha qilgandi. Qiziq ish. Opam bilan biri xusus ish ustida paranglashayotganda qildi. Saqlaymizmi yoki berib ko'rishaylikmi? Ha? Ko'rishgili biz boraylik. Berib, ras degan so'zning ma'nosini bilib kelaylik. Men bu masalani aniqlab, sizlarga dal vaqtida ma'lumot yetkazaman, xalifam. Bu ishni intayin maxfiy ilib basila. Yasavul begini tekshirayotganligimizni al-avam har kis bilib qolmasin. Ijozat bersizlar, bir fikrim bor edi, xalifam. Qani, marhamat, so'zlisizlar. So'zlisizlar. Haqiqatni yoshirsak, fitna fasodlarning tarqalishiga sababchi bo'lib qolamdikin deyman. Durust. Davlat erkanlarini nazorat qilib tekshirish, avam fuqarolarning adolat va barobarlikka qarta ishonchisini texmo oshirdi. İntayin yaxshi gap bo'ldi. O'zlari munosib ko'rganlari bo'yicha ish elib basila. Bu xatolik ikkinchi takrorlanmaydi, bolalarim. Res aholisi kimlar buva? Qur'on Karimda tilga ilingan res aholisimi? Shundaq ata, bular Qaf suresini yodlayotgan. Men sin tushunga shatılsın deb o'qityapman. Meningcha shunday qilish intayin muhim, Salma. Res aholisini qissasini bilib olsa, oyatlarni texim oson tushunalaymiz. Bu sal uzun, voqeligimi ko'p bir qissa. Bizning vaqtimiz yetkichi bor. Ammo bu'ngizning muhim ishlari bormikin, Safa qizim? Allah'ın kitabını ögünüşdimmi muhim iş yo'q, bolalarim. Qani o'tiringlar, men sizlarga bu ajoyib qissani aytib beray. Burunning burunista rastab bir uzun daryo bo'lgan ekan. Suyi intayin tatliq ekan. Aytilishicha, Nuh alayhisalomning o'g'li Yafas bu daryo bo'yiga qarg'ay tikibdi. Natijada her yurt etrafida 12 qarg'ay daraxti o'sibdi. Kishilar qarg'aylarga maftun bo'lib qoldi.
xaloyiq, Iskandar elining shohi Terkoz oliylari keldi. Seni merhamet alileri, itoatman fuqarolar sizni kutyapti. Ey xaloyiq, ey ulug' Qarag'ayning qullari, daraxt ilohining yaxshi parvarish qilinishi uchun sizlarga muqaddas suvni ichishni harom qildim. Bu bayramni qutlanglar. Bu bayramlar qachonmi oxirlasha qizim? Ovozlarini past qislata. Ular anglab qolmasin. 12 yurtning har birining ayrim bayramlari bor. Har oyning 5-ida bayram o'tkazdi. Qo'rqimiz ochliqdan ko'karab ketsinmi? Biz yana bayram tantanasini qilib yuramiz qizim. Hey. Qani yursizlar ota. Daraqqa qurbonligimizni taqdim qilaylik. Bundan boshqa ishimiz yo'q baribir. Bu hit bayramlarning g'alat qoidalari bor ekan. Bu nimalata yarish? Bu paxtirak vazirim. Padişahimizin fermanı qarshi chiqmoqchimi? Padişahimizin sahnasida tovar durdundan bo'lish kerak. Sazendiler tayyor bo'ldi. Rassamlar ipek ustiga rasm tushiryapti. Ondaqda chaqqan bitirsin. Baş ustiga oliylari. Ajlan. Oshpaz ustilar tayyor bo'ldimi? 100 qala naq bo'ldi. Yana 100 qala kelmoqchi. O'choqning tutuni nanalar ketadigan bo'ldi. Moshundaq cho'ng ziyofatga aram mo'sholimi? Dehqonlarning charumallarini yerimini yig'diq vazir janoblari. Qaga yerimini yig'inglar. Muhimi qarg'a ilohini rozi qilishimiz kerak. Qulluq, ilohlar eng yaxshi qurbonliqlarga loyiq. Garish. Maydonga har bir yurtga birdan 12 eshik etishinglar kerak. Cho'qim 12. Baş üstüge vazirim. Padişah aliylariga yetkizsili bo'ladi. Biz muqaddas bayram uchun tayyorlanib bo'ldik. Bizlarni bisvalsizlar ata. Çarmallarimizni podshoh Terkozning lashkarlaridan yoshirib qololmaymiz. Fırqaqchilik bo'lib charipoylar o'lib ketyapsa, endi qandoqmi qilamiz? Qo'shnimiz Hamzalar bizga tomoq sunib berdi. O'lib ketgich bu saxovatli qo'shnimizning qo'liga qarab o'ltirandik. Qizim, U bu mamlakatdagi eng saxovatli kishi. bu zot bo'lmagan bo'lsa, nurg'un faqir miskinlar ochliqda o'lib ketgan bo'ladi. Qani, yizlar ota, ozroq bo'lsa-mu mag'dirlarga kelinglar. Sizni taxi murosimga elib bormasam bo'lmaydi. Bu qitim hargiz bormayman. Charomallarimizning daraxt uchun bo'g'izlanganini faqat ko'rgim yo'q qizim. Anladingizmi? Unda qizlar bo'lmaydi ota. Bormasak majburlab ap bordi. Bundan boshqa yana nim qila oladi? Qo'lidan kelganini qilsin. Kayıpları joyidamikan Terkoz oliylari? Yaman emas. Muhim bo'lg'ini ilohlarni rozi qilish. Taqudunbaqlar chelinib, ziyofatimiz boshlansin. Muqaddas daraxt bilan tang o'tirishga qat'iy bo'lmaydi. Albatta shohim. Xaloyiqlar daraxtdan to'n joylarda o'tiryapti. Sizlar ulardan egiz yerda. Muqaddas qarg'a ilohimiz bo'lsa, eng cho'qqidir. Ilohlar mamnun bo'lgandek emas. Kechirsilar shohim, qanday bilib oldin ekan? Midir-sidir qilmay, bizga g'azab bilan qarayotdi. Iblis ularga ko'z tikib turgan bo'lib,
ularning dillariga qo'rqini selishga tamshilayotadi. Voh, haqiqatli. Bu kecha toza yayrab ko'ngil ochadigan bo'ldi. Qaranglar, muqaddas daraxtga qaranglar. İlahlarımız bizden memnun bo'lgan bo'ldi. Hammanglar tinchlanib, ilohimizga sajda qilinglar. Sajda. Bizga shafqat qilsizlar, mo'l olsin ilohi. Sizlardan razı bo'ldim bandalari. Kelib yayrab, ko'ngil ichinglar. Sharaf yeb, silayninglar. Hanzala ibn Safvan murosimga bormidi-ku yat so'ra. Hocam Hanzala daraq ilohiga ishonmaydi ata. Daraqqa mo ishonadigan ish bormi deydi. Daraxtning bizga gap qilayotganligini o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. U daraxt kishilarni yomon ishlarga chaqirdi ekan. Hocamning qarashicha ilohlar asli, haqiqat va yaxshilik chaqiramish. Shundaqmi ata? U bu yo'ldan yanmasa cho'qim bir peshkalik uchirishi mumkin. Podshoh Tarkoz uning kam ekanligini bayqab, uni mendan so'radi qizim. Jazo uchirami? Hanzala og'riq qiziq qilib yotidi deb yolg'on aytib qo'ydi. Shunaqa emasmi? Biz qo'l ilikimizda boy kishilar podshoh tarafdor bo'lib yashmasaqmi bo'ladi ata? Ahmoqonalik. Podshoh tarafda tursa, so'disi texmi yurishida emasmi, qizim? Shundaqmi emasmi? Bizga ko'p mol dunyoning keragi yo'q ata. Menga keragi bor. Uni deb qo'ying. Oxirgi qitim ogohlantirib qo'yay. Bundan keyin ilohlarga hurmatsizlik qilmasin. Bo'lmasa Yetkizib qo'yman ata. Baribir u qubul qilmaydi. Şah alileri. Muqaddas son ichishga jur'at qilgan bu shumtakdan intiqom olish uchun farmonlarni kutyapmiz. Uvol bo'ldi. Men qasddan qilmadim. Qasddan qilmadim. Ig'zingni yom shumtak. Muqaddas daryoni bulg'ashqa qanday jur'at qilding? Ayta. Ben kusab ketgandim. O'zimni tutolmadim. Mana jinoyatni ixro qildi alileri. Daryo suyining ilohlarni sug'urdigan muqaddas suv ekanligini bilmamding? Senlarga harom qilmaganmidim? Biletdim, unutibdiman. Bu uzr bo'lmaydi. Bu balaning kallasini ilib ibrat qilinglar. Bo'linglar. Chopsan. Bu narsaydi balaning o'ldirilishiga sukut qilib turamdi, ata? O degan gunohkor jazosini tortish kerak. Sizlarga aferin bandalari. Muqaddas suvni bulg'anlarga tegishli jazosini berdinglar. İlohimizga sajda qilinglar. Bu ayol qo'shnimiz Hanzalaning xotini Yotsura emasmi? Ha, shu ko'ngli toza joyida emasdek turdi. Nim bo'lganda, ha? Bizga yordam qo'lini sunib kelayotgan tursa, holini so'rmasak bo'lmas? Yura berib so'rab baqayli. Qizim. Nima ish bo'lganda? Xenim. Nim bo'ldilar? Nim deyishimni bilamayapman.
Şolin. Tatınmay dəvəslə. Yat sonra xinim. Sizlik bir iş oldu mu? Erimning ahvoli yaxshi emas. Tünügün bir kun qizib, titrab chiqdi. Nima kesildi? Og'riq emas. Kishilarni bir Allohga ibodat qilish chaqirish haqida tushida vahiy kepti. Bu intayin katta xoş xabar ekan. Erleri peygamberlik tanınıptı. Erleri bu ishqa eng loyiq kishi. Bilemsiz Şolin. Men ensirayman. Bu odamlar suv ichdan deb Narsid balını öldürgen yerdə erim ularning ilahi qarşı çıxsa, bizni hergiz mi boş qo'yatmaydi. Shundaq emasmi Şolin? Bu taşırak adamlar küçük balalarını öldürdüken. Ular tık darax çoğunutken. Şeytan ularga darax siyaqida ko'rinib, ularning aqlini ozdurib yetibdi. Ondan keyin nima ishlar yuz bergan bu ota? Bularga javob berishga xeyli uzun vaqt ketadi. Davomini inshaalloh et so'zlab beray. Balalarim, bo'lamdi. Tesbih bilen turgan bulut, kılgay dua kökte yürür. Can kılganğa sultanligen, ah kömüllenip kürür. Yığazar birle kudur, yum tüker gözyaşlarını. Taşlı kaşka bağrı taşlar, Peygamberni tirik kül. Dağlar yer başını, izmin tüker yaşını. Kabul eyle Allah'ın tevbimizni. Rahim eyle bendiniz bir. Hem tutulmaz hem acayip Kur'an'da var hakiki İslam. Dağlar yer başını, izmin tüker yaşını. Kabul eyle Allah'ım tevbimizni. Rahim eyle bendiniz bir. Zahitlar ki ibadetkarlar, mağrurluğu kuru koyar. Nefsinin kuluyum sanlar, akibette hayran bular. Tövbe kılsa günah